Bu challenge'da men albatta yutishim kerak. Shuning uchun ham o'ylab qo'yishim kerak bularni. Birinchisi masalan bu yoqqa, ikkinchisi mana bu yoqqa. Mana. Ha? Ikkitasi to'g'ri. Davaycha aniq qilamiz. Xo'sh? 0 ta. Ikkitasi ham to'g'ri emasmi? Hammaylar harakat qilamiz. Va albatta do'stlar, sizlar ham albatta bankislarni hozirroq olishga ulguringlar, chunki men ko'chaga chiqib qarasam, nimagadir hammada faqat bankislar. Ya'ni hamma faqat bankis o'ynatdi. Xo'p, endichi? Hech qaysi biri to'g'ri. Shoshma. Manimcha. Xo'sh, endichi? Ikkita to'g'ri. Mana, endichi? Bitta to'g'ri. Bo'lmasam qara, mana bunaqa. Ichi? Ikkita to'g'ri. Yeah! No, hammaylar do'stlar, bankisiy to'lishim juda ham ozgina qoldi va bu yoz hamma bola bankisiy o'tsa ham yig'inglar, chunki men hozir shu bankisiy to'lishga harakat qilaman. Endichi? Hammasi to'g'ri. Bum! Ber mana bankisimni, ber. Vot. Oy. Do'stlar, mana bu bankisdan qaranglar. Iltimos. Ichidan faqat Abbosbek Fayzullayev chiqsin. Do'stlar, qaranglar, mana bankisimda Abbosbek Fayzullayev, Masharipov, Shomurodov va Ravshan Ermatov. Menimcha eng zo'r bankismanda chiqdi. Chunki birinchidan to'rtalasi ham legenda. Qani endi bunisini chiqar ekan. Va bunisini ham juda ham ko'plab O'zbekiston terma jamoasi o'yinchilari chiqdi. Bittasini o'zi marketdan 150 ming so'mdan oshxonasi zakaz qilsangiz, bu keladi. Ikkinchisini esa eng bir ham noyob zo'r bo'lgani uchun faqatgina uzum kart olgandan keyin keladi. Shuning uchun ham hozirroq olinglar, hamma shu bankislarni yig'yapti va sizlar ham shundan yig'inglar va buni eng qizig'i Abbosbek Fayzullayev bilan yutib ketinglar.